Biznes sarguzashtlari. Bu asar amerikalik jurnalist va yozuvchi Jon Bruks tomonidan yozilgan. Jon Bruksning bu kitobi biznes olamidagi voqealar, dunyo kompaniyalarining muvaffaqiyat va inqiroz sabablari haqida hikoya qiladi. Bu kitob Bill Gates va Warren Buffettning eng sevimli biznes kitoblaridan biri hisoblanadi. Kitobdagi asosiy voqealar shundan iboratki, xarid va sotish bozoridagi inqirozlar, moliyaviy firibgarliklar, yirik kompaniyalar, muvaffaqiyatlari va xatolari, bozor va inson psixologiyasi, innovatsiya va strategiya va boshqa voqealar aks ettirilgan. Biznes sarguzashtlari asari nafaqat biznes sohasi bilan shug'ullanuvchilar uchun, balki iqtisodiy jarayonlar va ularning ta'siri haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lgan har bir o'quvchi uchun foydalidir. Aziz kitobxon, sizga Biznes sarguzashtlari asarini o'qishingizni tavsiya etamiz.